Viloyat o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasida tadbirkorlar va eksportyor korxonalarga ichki fitosanitar sertifikatini rasmiylashtirishga bag'ishlangan seminar bo'lib o'tdi. Unda viloyatimizdagi eksportyor korxonalar va mahsulot yetishtiruvchilar, tadbirkor hamda ishbilarmonlar ishtirok etishdi. Bugungi kunda fermerlar, kooperativlar va qishloq xo'jaligi korxonalari ishlab chiqilgan sifatli mahsulotlarni dunyo bozoriga olib chiqishi muhim masalalardan biri hisoblanadi. Shu boisdan ham har bir ishlab chiqarish korxonalari sifat va fitosanitar sertifikatiga ega bo'lishi lozim. O'simliklar karantini va himoyasi rahbar va xodimlari, tadbirkorlar ishtirokida o'tgan seminarda eksport ko'rsatkichlar, ichki fitosanitar sertifikat rasmiylashtirish, organik sertifikat olish tartiblari xususida ma'lumotlar berib o'tildi. Prezidentimizning 2025-yil 8-apreldagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarining eksport salohiyatini oshirish hamda qayta ishlash zanjirini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga ko'ra, o'simliklar karantini ostidagi mahsulotlarga ichki fitosanitariya sertifikatlarini berishda mahsulot yetishtirilgan hudud majburiy qayd etib borilishi belgilangan. Shunga muvofiq o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi xodimlari tomonidan hududlarda ekilgan 260.670 gektar maydondan yil davomida 704.192 gektar maydon monitoring qilindi hamda 53.714 ta monitoring va fitosanitar dala nazorat hisobotlari rasmiylashtirildi. Avvalo o'sha eksport masalasi, mahalliy eksportyor korxonalari, ishlab chiqaruvchilarning yangi bozorlarga chiqish masalasidagi bugungi kundagi to'siqlar nimalar va yangi bozorga ochilish uchun ular tomonidan amalga oshiriladigan yangi alternativ bozorlarni ega bo'lish uchun nimalar qilish kerakligi bo'yicha tavsiyalar berildi. Eng muhim narsalardan bittasi xalqaro bozorlarda bu xalqaro standart sertifikatlarining mavjudligi. Bugungi kunda o'sha O'zbekistonda, nafaqat O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyoda xalqaro standartlar bo'yicha sertifikat beruvchi o'zining akkreditatsiya va litsenziyasiga ega bo'lgan korxonalar mavjud emasdi va o'sha 2025-yilda harakat qilgan holatda 2-3 yil davomida bizlar nihoyat o'sha O'zbekistonda birinchi xalqaro sertifikatlar beruvchi sertifikatsion organni tashkil qildik, ya'ni litsenziyalarga ega bo'ldik. Shuningdek, 2025-yil eksport sohasida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobot berildi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yil jami 71.970 tonna eksport amalga oshirilgan bo'lsa, shundan 41.205 tonna oziq-ovqat va meva-sabzavot mahsulotlarini tashkil etadi. Bundan tashqari boshqarmaning fitosanitariya laboratoriyasi bo'yicha mutaxassislar tomonidan ma'lumotlar berib o'tildi. Ya'ni sertifikatlar bizlarga nima uchun muhimligi, bu jahon bozoriga, yangi bozorlarga chiqish imkoniyatini beradi. Mahsulotlarimizni qiymat darajasini ham belgilab beradi. Ishlab chiqaruvchi uchun juda muhim jarayon hisoblanadi. Ya'ni yangi bozorlarni, Yevropa bozorlariga kirishda o'zining talablari mavjud. Bu sertifikatlarda bizga qo'yiladigan talablarni ishlab chiqarishda joriy qilish muhim hisoblanadi. Hozirgi kunda korxonamiz xalqaro sertifikatga ega va korxonamiz qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtiradi. Dala nazorati axborot tizimida mahsulot yetishtiriladigan hududning to'liq nomi kiritiladi. Mahsulot yetishtirilayotgan maydondagi mahsulotning miqdori kilogrammda dona hisobida. Mahsulot yetkazilgan manzilni aniq ko'rsatish amaliyoti joriy etilgan. Ariza hududga biriktirilgan o'simliklar karantini davlat inspektorining dala nazorati avtomatlashtirilgan axborot tizimidagi shaxsiy kabinetiga tadbirkorlik subyekti to'g'risidagi ma'lumotlar va ichki fitosanitariya sertifikat rasmiylashtirilgan manzil ko'rsatilgan xabarnoma shaklida keladi. Arizaga asosan karantin inspektori dala nazorati avtomatlashtirilgan axborot tizimida ko'rsatilgan manzilda yetib boradi hamda mahsulotni yo'riqnoma talablari asosida fitosanitar nazoratdan o'tkazadi. Seminar davomida 2026-yil eksport ko'rsatkichlarini tashkil qilish bo'yicha ham tushuntirish ishlari olib borildi va bu borada tegishli vazifalar va rejalar belgilab olindi.